Qadrli do'stlar, sizlarning e'tiboringizga bugun Bektemir tumani, Vodnik, Musaffo maskan mahallasida joylashgan 3 xonali polnoценный kvartiramizni havola etamiz. Atrofimizga to'xtaladigan bo'lsa, детская площадка, parkovkalardan, maktab bog'chalardan iborat. Umumiy maydonimiz 77 kvadratdan iborat, полностью jihozlangan xonadonimiz. Xonadonimizning ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 77 kvadratdan iborat. Birinchi zalga to'xtalamiz. Zalimizni ko'rib turibsizlar, juda ham grammatli. Navbatdagi xonamiz spalni. Har bir xonamizda o'zining balkoni mavjud, ya'ni 3 ta balkondan iborat. Polsiyo mebel va texnikalarimiz yangi. Bu bo'lsa bolajonlar yotoqxonasi, bu yerda ham balkonimiz bor. Chiqib yurishimizda ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz, mebel va texnikalarimiz yangi, atapitelli sistemada qilingan. Bu yerda ham balkonimiz mavjud. Bu yoqda bo'lsa o'zimizning уборный xonamiz, ya'ni hojatxona. Bu yoqda bo'lsa jakuzi formatda o'zimizning sanuzerimiz. Qadrli do'stlar, bu yoq koridor, prixoja juda ham shinamgina, yangi formatda remont qilingan. Narxi to'xtaladigan bo'lsa 90 ming $80 belgilandi. 77 kvadratdan iborat. Yo'l yuzidan 300 metr masofada joylashgan 3 ta balkon, 2 ta lift, domofon va охраняемый двор. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Xonadonimizning eng zo'r fishkalaridan biri, qadrli do'stlar, qaranglar manzarani. Gap bo'lishi mumkin emas. Hattoki telebashli ko'rinib turibdi.